farzandmiz. Ikkinchi farzandman. Ikkita ukam maktabda o'qiydi. Katta opam turmushga chiqqan. Oyim uy bekasi, dadam oddiy haydovchi. Men maktabni bitirib, tibbiyot kollejiga o'qishga kirganman. 3 yil u yerda tahsil olib, bitirgandan keyin institutga topshirganman, lekin kira olmaganman. Shundan keyin 1,5 yilda ishsiz o'tirganman. Keyin esa bir kuni mahallamizda yoshlar yetakchilari aylanib yurishgan, uyma-uy kirib, anketa to'ldirib yurishgan ekan. Ular mening uyimga ham kirishdi. Keyin men ishsiz edim, menga ham anketa to'ldirib, ko'p yoshlar daftariga kiritildim. Shundan keyin yoshlar daftariga kiritilgandan keyin menga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berildi. Eng birinchisi, yoshlar daftariga kiritilgandan keyin yer berildi. Fevral oyidan boshlab yer berildi, 30 sotiq. Shu Oqchaqo'l ovuldan yer ajratildi. Mana ko'rib turganingizdek shu yer 30 sotiq. Fermerlar tomonidan bu yerga menga yordam sifatida ag'darilib, tayyor holga keltirib bergan. Oila a'zolarim bilan qovun mahsulotini ekkanmiz. Hosili yaxshi. Birinchi hosilni oldik. Bozor rasiga chiqarib 2 million foyda ko'rganman. Endi hozir bu hosil ikkinchisi. Ikkinchisi ham juda yaxshi, unumdor bo'lib chiqyapti. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham yaxshi navini tanlaganmiz. Hosilni olishda umuman qiynalmadim, chunki bu yerning yerlari juda ham unumdorli, suvda ham uncha qiyinchilik bo'lmadi. Qovunni yaxshi yetishtirishda eng boshida hasharotlarga, qurtlarga qarshi dori vositalarini ishlatganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham yaxshi nav, juda ham shirali va chiroyli qovun yetishtirganmiz. Kasb-hunarga o'qitildim va imtiyozli kredit ajratildi va shu bilan o'z tadbirkorligimni boshlab, tikuvchilik seximni ochishga muvaffaq bo'ldim. Sho'rga joylashtirdik mashinalarimizni. Ko'rib turganingizdek, o'zim tengi 4 nafar qizni ish bilan band qilganman. Hozir mijozlarimiz juda ham ko'p. Ularning didlariga mos ravishda talabdan qolgan holda yaxshi mahsulotlar yetishtirib bermoqdamiz. Buni ham o'zlarimiz tikib, mijozlar bizdan xursand. Mana bu yil ham o'qishga hujjat topshiryapman. Eng oliy maqsadim oliy o'quv yurtiga kirib, u yerni muvaffaqiyatli tamomlab, yetuk pedagog bo'lib yetishish. Yoshlar daftariga kirishning nima keragi bor deb o'ylardim. Chunki mana bugungidek imkoniyatlarga, imtiyozlarga ega bo'lishni tasavvur ham qilmagandim. Aslida esa bir ishni boshlashga qo'rqardim. Qo'rqmaslik kerak ekan. Har qanday halol mehnat o'z oliy ne'matini berishni angladim.